قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. Nabiy sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Ey Abu Zar, agar sho'rva pishirsang, suvini ko'paytirgin va qo'shningni ham yo'qlagin." Ya'ni qo'shningga ham bergin. Va alaykum assalom. Voy, qaraysan. Baxshimsiz? Bo'lmisiz? Charchamayapsiz? Ma'mura boboram bo'lib yuribdi. Birinchi qiluvdim. Devorga sig'idi. Qo'shnilarni qaranglar. Ko'rdinglarmi bizning qo'shnilar qanaqa? Sizlarda ham shunaqa? Qo'shning yomon bo'lsa, uyingni sotib qutulasan deydi. Lekin Xudoga shukr, alhamdulillah, bizda unaqa muammo yo'q. Yaxshi qo'shni ham bitta ne'mat bilgan odamga. Ayniqsa oyog'im singanda bilindi. Shunday qo'shnimga telefon qildim. Gips qildirib kelib bo'lgandan keyin, Shahnoz, men oyog'im sinib qoldi, gaz plitani oldiga borolmayman. Bugundan qozonimiz bitdi. Ortiqcha gap gapirmadim. Hech bir yalinishlarsiz. Tushunasizmi? Mana поддержка qilib, oyog'im sinib qoldi, yordam ber, bunaqa gaplar o'rgani yo'q. Uyi ham xo'p dedi. 2 oy meni uyimga ovqat tashidi shu qo'shni. Qani kimni yana qo'shnisiga shunaqa haddi sig'adi? Bormi shunaqa qo'shnilar? Xo'p, do'lmalarimiz почти tayyor bo'ldi. Endi kartoshka bilan qozonga bosamiz inshaalloh. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو دعيت إلى ذراع أو كراء لأجبت ولو أهدي إلي ذراع أو كراء لقبلت. Nabiy sallallohu alayhi vasallam dedilar: agar meni bir poycha tuyoqchaga taklif qilishsa ham boraman, agar menga bir poycha tuyoqcha taklif qilib hadya qilinsa ham olaman dedilar. Demak, qo'shnilarimizni yo'qlab qo'yamiz, tim bo'ling mana. Hozir ikkita qo'shnim qarshi qilib chiqib ketdi. Bizda o'zi imkoni boricha razviy idishlarda berishga harakat qilamiz, chunki kimdir idishi tursa sizda mas'uliyat bo'ladi, shuni to'ldirib qaytarib chiqarib yuborishim kerak degan narsa. Lekin baribir qanaqadir ular chiqargandan keyin men chiqargim keladi, men chiqargandan keyin ular обязательно sdach qaytargisi keladi va bu uzviy davom etadi. Va qanaqadir ma'noda bu yaxshi. Ilohim oqibatimiz uzilmasin. Pishdi, mana bu juda ham sovuq. Eshiklik ochiq ekan demak uyda. Demak bizda chaqiriladi oldin, lekin baribir kirib ketaveradi. Shahnoz. Shahnoza. Shahnoz mamma. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Ana qo'shnim chiqdi. Mana maqtagan qo'shnim. Kimga maqtadingiz mani? Yaxshimisiz? Sizni Rahmat.